Ana endi hammasi kelib men bilan janjal qilib chiqadi. Nimamush? Robiyani yo'qolib qolishiga men aybdormishman. Ha? Hattoki anu Komil mullakka ham. Agar xotinim topilmasa, seni javoqlab ketaman dedi. O'lmasam shunchalikka borishdimi-ya? Ustiga anu Matluba amma boru, o'sha kelini bilan har kuni yo'lim poylaydi. Meni ko'rishi bilan janjal to'polonni boshlaydi. Sen bechora onamni bosh olib chiqib ketishiga majbur qildingmish. Voy bechora qumrik, toza tuhmatga qolib ketibsiz-ku. Nimasini aytasiz? Anu Robiyaga qaruvchi Gulbahor bor-ku? Ha? O'shani ham qamasharmish. Shu gapni eshitib, u Gulbahorcha qochib ketdi. Lekin uni joni qutuldi-yu, bu baloga men